Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Nurbek Media kanalining obunachilari. Ya'ni ertaga 1-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Chirchiq tumani Dodiq elida juda katta kurashimiz bor. O'sha kurashimizni mana zotlarini tushirgani kelganmiz. Siz ko'rib turganlaringiz. Tak mana bitta toyi, ikkita toyi, toylari katta-katta mana. Katta-katta toylar. Mana tonasi faqat bo'lingan. Ikkita toy bir tuya. Boshqa hovlida joyimiz torligi sababli olib kelolmadik. Syomkaga tushirolmadik. Ikki tuya, 6 ta toy. Tona nechta bo'lar Farhod aka? 3 ta bo'ladi. 4 ta bo'ladi. Keyin mana Nurbek, biz reklama qilib, buni qaytarish maqsadda olib chiqmaymiz. Nasib qilsa polvonlarga shu bizning elimizdan boya ham aytdim, takror aytaman, birantasi norozi bo'lib ketmaydi. Hammasi real qo'yiladi. Rahmat. Yiqsin, olsin. Rahmat. Yana keyin bitta gapim, endi ko'p yerda hammani har anavsi bor. Erta biz kelgan polvonni kilometriga qarab solimini yana davom etib beramiz. Rahmat. Bemalol kelaverasizlar. Rahmat. Mana sarkalari ham. Avvalambor assalomu alaykum. Nurbek Media'ni kuzatib borayotgan aka-ukalar, polvonlar, kurash muxlislari. Mana ertangi 1-noyabr kuni bo'ladigan kurashimizga aytiladigan solimlar. Erta polvonlarni hammasini taklif qilamiz. Mana shu bizning Dodiq elidan birorta polvon norozi bo'lib ketmagan. Mana shu yerdagi solimlarni hozir mana Nurbek oladi. Reklama qilib, ertaga biz buni barini reklama qilib yana qaytarib kelish niyatda emasmiz. Nasib bo'lsa erta hammasini kurashga aytamiz. Polvonlar qo'yamiz. Mana 2 ta tuyamiz bor. 6 ta toyimiz bor. Mana joy torligi uchun yonboshdagi qo'shni onalarda ham turibdi. Toyimiz 2 ta toy, 1 tuya turibdi. Mana erta nasib bo'lsa mana shu kurashni Hakim polvon mana Quvonch polvonni akasi bo'ladi. Ertangi mana shu to'y berayotgan Sanjar ukamiz, mana Hakim Alimning otasi, Hakim Alimning akasi, mana Hakim polvon, nasib bo'lsa Quvonch polvon ham yetib keladi. Erta hammangizni mana shu bizning elimizga Dodiq eliga hammangizni taklif qilamiz. Bemalol kelaveringizlar polvonlar. Agar kechga mana kesalaringiz, bugun mana qo'nig'imiz bor. Bemalol kelaveringizlar. Kurashni nasib qilsa bir oqilona bir xudoyi o'tkazamiz deb niyatdamiz. Mana so'z navbatini Hakim polvonning otasi, mana shu to'ylayotgan Sanjar ukamizni akasi Qahramonjonga beramiz. Bahodir aka keling. Quvonch polvonning otasi eng katta akasi. Mana ertangi to'y berayotgan Sanjar ukamizni eng katta akasi Bahodir aka. Bahodir aka ham o'z vaqtida juda chiroyli kurashdi. Mana hozir Quvonch polvon olishyapti. Mana Hakim polvonning otasi Qahramon mana Qilich bu ham to'ylayotgan Sanjar ukamiz akasi. So'z navbati gazga birovga ketdi. Bahodir polvonga Quvonch polvonning otasiga beramiz. Rahmat. Mana hozir yaxshi so'zlarda aytgandim, mana ertangi kunimizda Bakovoyda mana Farhod polvon elimizda yaxshi to'ylarda olib borib turibdi. Hech kimni norozi qilgani yo'q. Xudo xolasa bizning elimizda yaxshi to'ylarni Bakovoychiligini qilib yuribdi. Mana to'yga kelingizlar, mana ukamiz bo'ladi, mana shu beradigan Sanjar ukamiz bo'ladi. Mana shu elimizda kurashib yurgan Hakim polvon, Quvonch polvonlarni hurmati uchun mana shu ukamiz mana shu elga yaxshi bir sachalab beraman deyapti. Polvonlar, muxlislar hammalaringiz kelaveringizlar. Xudo xolasa kurashimiz juda yaxshi bo'ladi. Aka, mana aka. Assalomu alaykum. Nurbek Media mana nasib bo'lsa to'y boshladik Sanjar ukamizniki. Nasib bo'lsa kelingizlar. Mana shu ko'rilgan to'ylar, tuyalar hammasi realligida nasib bo'lsa mana joyimiz tormugani uchun bitta tuya. O'zim shaxsan o'zimda ham 2 ta toyim nimada turibdi. Mana akamni bir o'g'aynimizda ham toyi, tonasi ham uyida. Nasib bo'lsa ertaga keladi, hammasi realni bo'ladi. Yaxshi niyatda kelingizlar, nasib bo'lsa yaxshi kelashib, yaxshi zot olasizlar. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Kelaveringizlar. Nasib bo'lsa ertaga
ko'nigimiz ham bor. Agar kechga kelaman deganlar bemalol ko'nikqa kelaversin, yotoq joy topib beramiz. Kelaversin bemalol. Rahmat. Rahmat. Endi mana shu ukamiz, mana Sanjar ukamiz ertangi to'y berayotgan ukamizdan kattasi, kattakoni bir chesh katta, endi Qilich ukamizga beramiz. Biroz Qilich ham o'zi fikrlarini bildirsin. Assalomu alaykum hurmatli qurashimiz do'stlari, polvonlar. Akalar aytgandek, kurashga taklif qilamiz. Kelingizlar. Kurashimiz qonunlarimiz yaxshi. Xudo yaxshi bo'ladi. Rahmat. So'z navbati Abror polvonning otasi Aktam Mudirga. Assalomu alaykum, kurash muxlislari. Sizlarni ertangi to'yimizga hammalaringizni taklif qilamiz. Bugundan yo'lga chiqavringizlar. Joylarimiz bor, qo'riqlarimiz bor. Xudo xolasa kurashimiz zo'r bo'ladi. Sonlar zo'r, xudo xolasa. Kelaveringlar. Mehmonlar hammalaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Polvonlar ham aytyapsiz endi keyinlarda. Polvonlarni Ha, hakim polvonda tilak bildiring qanisi? Assalomu alaykum kurash muxlislari. Polvonlar endi hammalaringizni kutib qolamiz. Endi realni bo'ladi kurash. Hech kim apab bitmaydi. Kengizlar. Nasib yaxshi bo'ladi. Rahmat hakim polvon. So'z navbati Quvonch polvonga. Ana kelsin Zafar. Zafar. Kengizlar. Zafar. Yaxshi bo'ladi kurash. Zafar chaqir. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, nasib bo'lsa mana Dodiq elida ertaga 1-noyabr kuni yaxshi niyat bilan Sanjar bilan yaxshi ehson arafasida turibmiz. Inshaalloh nasib bo'lsa ertaga hammani taklif qilamiz. Butun respublika bo'ylab polvonlar hammasi adolatli, halol bo'ladi. Hech qanaqa g'irromlikka, xilofatlikka yo'l qo'yilmaydi. Zotlarimizni inshaalloh Xudo xohlasa hammasini realni qo'yamiz, realni beramiz. Bu aytilgan zotda hech qanaqasiga bir xilof qilish yo'q. Faqat hammani taklif qilamiz. Albatta bu ularni bekorga to'y berayotgani yo'q. Inshaalloh niyat turibdi, farzandi ham bugungi kunda shug'ullanib, kelajakda olimpiya sport natijalariga erishsin. Qolaversa mana ukalarimiz bor, Quvonch polvon, Hakim polvon, ular hammasi Shamiyevlar holatida. Inshaalloh bu polvonlar tugamaydi. Izdoshlari chiqaveradi. Faqatgina kelasizlar, bir qo'ldan duo berasizlar, inshaalloh hammasi ajoyib. Rahmat aytaman. Xudo xolasa 9-noyabr kuni ham mana shu Navruz akamizning juda katta kurashi bor. Qo'shimcha qilib aytishim mumkin. 9-noyabr kuni inshaalloh nasib bo'lsa niyatimiz bor. O'zimni insonlarim niyat qilgan joylarim bor. Katta kurash beramiz. Ertaga bo'ladigan kurash joyida bo'ladi. 9-noyabr kuni musulmon to'yxonasida ertalab osh. Hamma butun respublika bo'ylab polvonlarni, mehmonlarni, kurash ixlosmandlarni hammasini taklif qilamiz. Mehmon bo'lib ertalab boshlayib, soat 10 da kurashga chiqamiz. Rahmat. Rahmat. Xudo xolasa ertangi kurashda joyi lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Joyi mana ko'klam joy. Mana chim. Mana ko'kmak joy. Joyda ko'rgani keldik mana. Hakim polvon, otasi, amakisi. Xudo xolasa mana shundan lokatsiya tashlab qo'yaman. Antina zo'r.